Payg'ambar alayhissalom 3 toifa inson jannatni ko'rish tugul hidini ham hidlamaydilar. Birinchisi minnatchi. Odamlarga qilgan yaxshiligini minnat qiladigan odam. Senga palon qilib qo'yganman, piston qilib qo'yganman. Bandalarga yaxshiliklar ham, yomonliklar ham Allohdanmi? Biz siz bilan men bir sababchimiz xolos. Haqiqiy minnat egasi kim? Alloh. Ikkinchisi bu dayus inson deganlar. Uchinchisi baxil dedilar. Biz mavzuyimizga tegishli joy shu. Uchinchi jannat hidini hidlamaydigan insonlar baxil. Xudoning haqqini bermaydi, ushurini bermaydi, zakot, ushur. Allohning haqlarini bermaydi, miskinlarning haqlarini bermaydigan inson baxillar, u farzlarda ham tariq boradi-da, baxil inson. Payg'ambar sollallohu alayhi hadislari bor-ku, axir baxillik bir daraxt bilan misoli. Asl tomirlari jahannamda turadi, bu dunyoda shoxlari osilib turgan bu dunyo. Kim o'sha baxillik daraxtdan ushlaydigan bo'lsa, do'zaxga olib kiradi baxillik. Insonda oxiri baxillik bu do'zaxga olib kiradi.